Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz o'zgaruvchan va o'zgarmas tok haqida gaplashamiz. O'zgaruvchan va o'zgarmas tokni bugungi darsimiz davomida qanday o'lchanadi, multimetrda qaysi parametrlarga moslashtirib o'lchash mumkinligi haqida batafsil tushuntirib beraman. O'zgaruvchan tok deb vaqt birligi ichida son qiymati va yo'nalishi o'zgaradigan toklarga o'zgaruvchan tok deyiladi. O'zgarmas tok esa vaqt birligi ichida son qiymati va yo'nalishi o'zgarmaydigan toklarga o'zgarmas tok deyiladi. O'zgaruvchan va o'zgarmas toklar asosan quyidagicha belgilanadi. Ya'ni AC o'zgaruvchan tok, ayrim joylarda ushbu belgidan ham foydalaniladi. DC o'zgaruvchan o'zgarmas tok. Ayrim joylarda bitta chiziq va uzuq chiziqlar bilan ham belgilanishi mumkin. Asosiy farqi o'zgaruvchan tokda ma'lum bir chistataga ega bo'ladi. Ya'ni hozirgi kunda barchamizning xonadonlarimizda, sanoat korxonalarida o'zgaruvchan tokdan foydalaniladi. Ya'ni rozetkadagi toklarimiz o'zgaruvchan tok bo'ladi. Bu yerda asosan sanoat chastotasi 50 Hz dan foydalaniladi O'zbekiston sharoitida. O'zgarmas tokda esa chastotamiz 0 ga teng bo'ladi. Eng katta farqi shundan ham farqlab olishimiz mumkin. Endi o'zgaruvchan tokni o'lchash uchun multimetrimizda quyidagicha multimetrimizda belgilar bor. Ya'ni o'zgaruvchan tokni o'lchash uchun moslashtirib olamiz va hozir bu yerda bizda avtomatimizda o'zgaruvchan tok kelyapti. Ya'ni biz xonadonimizdagi tarmoqqa olib qo'yganmiz. Ushbu holda o'zgaruvchan tokni o'lchashimiz mumkin. 217 volt ko'rsatyapti. Endi o'zgarmas tokni multimetrimiz orqali quyidagicha moslashtirib olamiz. Ya'ni multimetrimizdagi belgi volt, ya'ni o'zgaruvchan tok kuchlanishini o'lchaydi. Bu yerda yuqorida ta'kidlab o'tganimdek to'g'ri chiziq yoki uzuq chiziqdan foydalanilgan. Sizlarda DC va AC bo'lishi ham mumkin. Akkumulyatorimiz, ya'ni barcha akkumulyator manbalari o'zgarmas tokda iborat bo'ladi. Ya'ni batareykalar va akkumulyatorlar o'zgarmas tok manbalari hisoblanadi. Buni qizil shupimizni qizilga va qora shupimizni qoraga qilsak, multimetrimizda hozir 8.9 volt ko'rsatyapti. Ya'ni bu hozir yo'mkisi tugagan akkumulyator. Endi shuni joylarini o'zgartirib qo'ygan taqdirimizda oldida minus paydo bo'ladi. Bu degani sen plus minusni joyini almashtirib o'lchayapsan. Bu hech qanday o'lchashga xatolik bermaydi, lekin plus minusni ajratib olishimiz mumkin shu orqali ham. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizda transformator va dvigatel haqida darslarimizni boshlaymiz.